Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Bugun bizni bir olimimiz, taqvodor bir zot, ayniqsa hilm sifati bilan, halimlik bilan ziynatlangan rakaat masjidimizni imomi Rabbim qul domlamiz Allohga rihat qildilar. Biz u kishiga muborak bo'lsin deymiz. Nega? Bilasizmi? Toshkentdan uchayaptilar. Toshkentdan o'sha tayyorada samolyotdalar, uxlayaptilar. Shu uxlaganida Alloh taolo ketyaptilar. Yonlarida rafiqalari, yonlarida Hazratimiz Eshonboyimiz ham ahli ayollari. Bular ham bilmayaptilar. Qarayaptilar, domlamiz uyqudalar. Uyquda deyaptilar va Madinaga kelganlaridan keyin uyg'otyaptilar. Endi turaylik, yo'q domlamiz uyquda cho'kib qoldilar. Mana shundan Allohga ketdilar. Ulamolar aytadilar, agar bandani qo'lidan kelsa, dunyoda yashashni o'zi agar tanlab bir joyni ixtiyor qilsa, yashash uchun eng go'zal joy, eng afzal joy bu Makkadir dedilar. Ammo o'lim uchun eng afzal joy Madina dedilar. Men o'zi domlamni taqvosiga juda ham o'zim havas qilardim, ilmiga havas qilardim. Yuzidagi nurni ko'rib shunaqangi sevinardim. Aynan bizga, mana Abdulloh xorimga o kishi xos shogird. O'sha domlaligiga qaramay ilmni o'sha bizga Misrga borib, Eshonboylarimiz o'sha praktikalariga borganlarida bizda aynan karantinda Alloh taoladan bo'lib Allohning lutfi bo'lganda qolib ketdilar. 5-6 oygamidi? 3-4 oyga. 3 oyga qoldilarda o'sha karantin kunlarida uydan chiqmasdan o'sha qorlar borib harfma-harf Rasululloh alayhissalatu vassalomning qiroatlarini o'rgandilar. Alloh qabul aylasin. Alloh taolo u kishiga baqiyni muborak aylasin. Chunki payg'ambar alayhissalatu vasallam aytadilarki, "Man istata'a an yamuta fil madinati falyamut" dedilar. Kim agar qo'lidan kelsa, qodir bo'lsa, Madinada o'lsin dedilar. Hammaga ham nasib qilmaydi. Tarixda bilamiz, tarixdan bilamiz. Ne ulamolar yolvorib, hatto Madinaga nasib qilmagan ularga. Domlamiz kelishlari qilib, bu husnul xotimadir. Talbiyalarni aytib uydan chiqdilar. Niyatlari haj, poklanish bo'ldi. Va bu niyatda subhanalloh kelib osongina jonni taslim qilish. Uyquda ham shunday uxlab ko'zlari ketib Allohga ketib bo'lgan ekanlar. O'zlari havodalar, lekin ruhlari subhanalloh Allohning huzurida va Allohning mehmonlaridan bo'lib kelyaptilar. Hojilarni demadikmi? Vafdulloh dedilar Rasululloh. Hojilar Allohning mehmonlaridirlar. Alloh taologa javoban talbiya aytib keldilar. Endi Alloh taologa labbay deb kelganlar uchun Alloh ularning duolarini ijobat qiladi dedilar Rasululloh alayhissalom. Hammamiz ham duomizni ijobat aylasin. Rabbim qul domlamizga bu maqomlar muborak bo'lsin. Parvardigor olamga duolar qilaylik. Bizlarga ham Madinani Alloh nasib ro'za aylasin. Hammamizga ham o'sha Baqiyada 10 mingdan oshiq sahobalar bor. Hazrat Usmonlar bor, Hazrat Oyshalar bor. Hazrat Ubay ibn Ka'blar bor u yerda. Buyuk sahobalar yotdilar. O'shalarning jivoridan Alloh bizga ham joy bersin. Hazratimiz Rabbim qul domlamizni maqomlarini Alloh oxiratda ham oliy aylasin. Shu dunyoda biz shohidmiz, ey Robbimiz, seni bilan baytingda turib duo qilyapmiz. U kishi seni diningga mardona xizmat qildilar. Ixlos bilan xizmat qildilar. Allohim domlamizni o'zining nazdingda qabul aylagin. Allohim o'zing mag'firat aylagin. O'sha Baqiyada Allohim sahobalarning yonida Allohim o'zingning rahmatingga olgin. Va albatta Baqiyada yotgan inson qiyomat kuni birinchi qabrlar ochilar ekan, birinchi kimni ko'radi? Rasulullohni ko'rib etaklarini ushlaymiz. Alloh hammamizga, Rabbim qul domlamizga albatta shunday joylarni, shunday maqomlarni o'zi nasib ro'za aylasin. Robbighfir lahu warhamhu, Robbighfir lahu warhamhu, Robbighfir akhana rabbal qul, Robbighfir lahu warhamhu. Allohumma akrim nuzulahu, Allohumma akrim nuzulahu, Allohumma ighfir lahu warhamhu, Allohumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, Allohumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allohim yotgan joylarni jannat bog'laridan bir bog'cha qilib, ahliyalari kelganlar, rafiqalari kelganlar, Alloh ularga buyuk sabr bersin. Va albatta biz ularga yana ham muborak bo'lsin deymiz. Nega? Baqi' bu butun dunyo bilan topilmaydigan baqi'dir. Bu Alloh nasib qilganlari bo'ladigan baqi'dir. Alloh muborak aylasin deymiz. Robbighfir lahu warhamhu, Robbighfir lahu warhamhu va tajawaz an sayyi'atihi fa in kana min al-muhsinin fazidhu fi ihsanihi wa in kana min al-musii'in fatajawaz an sayyi'atihi. Allohumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah